Akşam yaratgan jigit kızlarga bir çavaşık bo'lganmisa. Hurmatli azizlar, tomoshabinlar, bugungi ajoyib konsertimizda o'zining avrishim usullari bilan bugungi to'yimizni konsertimizga yo'llagan Do'lon ansambliga javoblar olsin. Ansambli. Usturman ansambli. Karvana usul ansambli. İrada usul ansambli. Şundaqla bugungi konsertimizning zvuk rejissyori Ilyar Masulov. Ham shundaqla o'sha Ilyarniki o'nqoli azizimizga bir chaqchaq qo'yaylik azizlar rahmat. Ham shundaqla o'sha cho'ng barliq personaliga, zvukachlarga, buni svitoyiklarga, hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Undan bo'lak oltindek vaqtni bo'lgan bizning xalqimizga cho'ng rahmat. Sanaki vatandaşlarımız alımız Musa sahnerimizge bugungi bizniki Zulfiqar akamizni tabriklab qo'ygan ajoyib insonlarni Musa sahnerimizge taklif qilib demoqchimiz. Qani marhamat sahnerimizge ben aksionerlar kengashiniki prezidenti, xalqimizniki jon ko'yari Dilmurod aka Ko'ziyevni, yana shundan birlikda Qurbonjon akamizni, Bulol akamizni, Paratjon aka, yana shundan birlikda Qozog'iston Jumhuriyatiniki Uyg'ur etnomadan markaz tarafiga bo'lgan barliq akadlarimizni taklif qilamiz. Bugungi bizniki o'sha to'yimizda Jiroqdan kelgan, ya'ni Turkiyadan kelgan bizniki Zulfiqar akamizniki barliq mehmonlarini sahnarimizga taklif qilamiz. Marhamat. Akıllarımız, inilerimiz, yacılarımız, sınırlarımız, mimarlar. Bugün Zayet'tir Zulfiqar özünün 50 yıllığı bir ıslangan konsertini bana bizi gösterdi. Şunçilik yaxşı konsert öttü. Bunu texmi qiziq qilgan, her türlü her yerden kelgan, Toshkentdan kelgan, şu bizning özümüzning Uyg'ur yulduzlari, estrada yulduzlari konsertini texmi yaxshi qilib berdi. Ben Zulfiqar'ın ailesi bilen bir 50 yıl arlaşkan adamdan biri bulunmam. Ben Zulfiqar'ın dadısını mı yaxşı bilettim, apısını mı yaxşı bilettim. Onluğun kıydım, apısını koldum, lanmayan, etken çay içip, dadısı bilen bizim yeşimiz çoğun perik bozma, bir vaxtlarda ülpəçilik qılğan. Dadısı şunda özü sazını yaxşı gördüğün, bütün Uygur esvaplarda oynadığın dutta, tembe, Recep Müçalat'ta hem esvaplarda oynadığın şundak bir mimandoz, Uygur müzikisi şundak yaxşı gördüğün bir insandı. Bana Zulfiqar şu atanısının talantı deyip bu özü tuğulma talant. Hiç kandak konservatoriyonu tüketmedi, okuşunu tüketmedi. Bırak Xudayım bununla şu nakşılarını yeziş. Nakşi etiş talantını bunun verdi. Bana Zulfiqar, ben bunu 40 yıldan başlayıp yaxşı bilmem, benim adımda üstü, bizde Uygur halkını, Uygur medeniyeti, sanatımızı, Uygur sanatını tanıştırsa çok işlerine iplik vardı. Şunun için Zulfiqar Fukam sana ten salametlik, baxt sadat, ballarının baxtını kögün, bundan keyin Xudayım qancha yana sana yazgan bo'lsa shuncha Uyg'ur xalqini xo'shal qilaver deb Allohdan so'rayman. Padartimizni ip o'rdan fuqaman deydi. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Bugun mana Zulfiqar akamizning shunday yubiley to'yini bo'lishib xo'shalik kelganlar ko'p rahmat aytaman. Bu hukmimizni eng birinchi kliplarini tashkiliga bir bezdi yozib Zulfiqar siz bizimiz yo'qmay rahmat akamizga. Yaşa. Rahmat, bugün şundan chiqarlik yaxshi bo'ldi. Rahmat. Rahmat, To'lanchiga rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Welcome. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Zulfiqar rahmat. Intayin shunday bir zo'rlangan konsert bo'ldi. Senin yubileying muborak bo'lsin. Sana tan salomat tilayman. Mashtab bizning xalqimizni har qachon mashtab ko'ngilni ko'tarib yuravergin. Sen degan xalqimizga xizmat qilayotgan inson hech qachon omad
kelajakda 50 yoshlik emas 50 yillik mana xalqqa xizmat qilgan konsertlarlarda mana yig'ilib o'tirishga biz hammamiz buyursin. Amin. Rahmat. Rahmat. Зулпухар Алим, поздравляю тебя юбилеем, блин. Sen настоящий артист, композитор. Тебе что пожелать, Андрей? Келечекте, утуклага, тан саламатлик. Андрей, тебе можно поздравить, bir чапан кигиз коесам. Менің. Rahmat, rahmat. Ama nasıl olacak için yok dedi. Hadi kadar olsun bak. Rahmat. Assalomu alaykum azizlar, aziz vaqtlar xayrli bo'lsin. Men Azatbek. Bugun men 20 yillik og'aynim. Intayin xo'sh bo'lyapman, tug'ilgan kunimga o'tkazayotganman. Men Turkiyaga keldim. Turkiyadagi butkul turklarning nomida bir karta berganti omonat o'z qo'lim bilan topshirib beribdi. Turk dunyosining tashakkurlik nemesi, butkul turklar. Shu nomidan berkayapman. Öz qo'lim bilan chapa tortdingiz. Bizning millat uchun, turk dunyo uchun xizmat qildingiz siz naqshinizda. Bu Uyg'urlar emas, butkul o'rislar, qozoqlar, turk dunyosi hali yaxshi bo'ldi. Teşekkürler. Yine davamlı kursu olgan var. Ama özemdeki. Hem de ben özem okuştum abi uzmanı. Hem de Çin yürüdüm de yaş görmedi bu canlarını aminemde. Zamışı kıkız yapsam bu beni. Hem de ben yürüdüm de ben kısıl sende. Ben şaşırmışım olayım ya. Ya dostum. Xudoy bersin chashni. Chashni degan narsa o'zim bilsam, yetim sanmadi. Endi bu do'stim ko'ngli yaxshi, dadisi bilan apisini yaxshi qaragan. Yaxshi qarab, jannat nada desa, anam bilan dadamning topilmasdi deydi. Men o'z ko'zim bilan ko'rib, menmi o'sha uyning bir bazı bo'lib qolgan. Shuning uchun bizning zulfiqarimiz uchun butkul analarning dadilar bo'lgan jannatda o'zim bir javob berganlar. Sizning do'stinglar. Sizning do'stim ömürlük sen baxtli bol. Ben ömürden kızıkımda. Mağun benim, sana bergen köğlüm. Rahmat. Şikki bu... Hakikaten kız oldu. Rahmat. Şikki nimine atkaz koyup aranken 4 gün geldim İstanbul'da işlemizden. Aypırın atkaz koyup neslen bekçek bu ketti. Devamlı gelip dostum için hemimizle. Rahmat, Allah razı olsun sizlerden. Rahmat aziz sana. Rahmat atalarımızın cevaplarına bakma hürmetli kanlar. Köp rahmat sizlerge. Yavrağın bugünkü doyla mübarek olsun. Rahmat. Umurlarga rahmat. Hammaga rahmat akbar. Rahmat. Ha, o. Ay. Mana hakkımız. Vay. İşte yamak kılacak. Azat yamak kılacak. Baba. Ya, cipler yok dedi. Azat ayam. Ha, bir balam tutturdu bırakın değil mi? Rahmat. Avar bo'libsiz. Rahmat tayiningizga. Chavoqlamosin bizniki. Dostumuzun çinimi bir daha. Azat rahmat.